Musoning dinini tark et. Fir'avndan o'zga iloh yo'q deb ayt. Aks holda seni o'ldiraman. Sen shunchaki ojiz bir insonsan. Lekin xudolikni da'vo qilyapsan, Fir'avn. Allohga qasamki, undan hech qachon tonmayman. Misrning oliyjanob malikasi o'zining muhtasham saroylaridan jaziramada yonayotgan qumlarning o'rtasiga olib chiqildi. So'ngra qo'llari va oyoqlari yog'och ustunlarga mixlandi. O'z xalqi oldida tahqirlandi. Tanasi qamchining shafqatsiz zarbalaridan parcha-parcha bo'ldi. Shunda ham u Robbim Allohdir derdi. Hatto qamchining chidab bo'lmas og'rig'i ostida ham Osiyo onamiz faqat tabassum qilardi. Butun ojizligi bilan Robbisiga yuzlandi. Robbim, menga o'z huzuringda jannatda bir uy bino qil. Menga Fir'avndan va uning ishidan najot ber. Meni zolim qavmlardan saqlagin. U so'nggi nafasini olayotganda Robbisi unga jannatdagi uyini ko'rsatdi. So'ng u Fir'avnning kufr saroyini tark etib, Robbisining saroyiga kirdi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tomonidan jannat ayollari orasida maqtalgan ayolning qissasidir. O'z iymonini qalbida bir sirdek gullatgan, tabassum bilan jannat sari odimlagan ayol. Osiyo onamizning qissasi. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslandi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamrohlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga muvofiqlashtirildi. Misrning Nil daryosi bo'yida qad ko'targan muhtasham saroy. Va men sizlarning eng oliy Robbingizman. O'sha zamin hukmdori esa Fir'avn edi. O'z davrining eng shafqatsiz edi. O'z xalqini og'ir sharoitlarda qullardek ishlashga majbur qilar, kichik xatolari uchun ham shafqatsizlarcha jazolardi. Odamlar esa chorasizlikdan jimgina itoat qilishardi, zulm va azoblar ostida qiynalishardi. Lekin o'sha muhtasham saroy ichida bir inson bor edi. Hatto zolim Fir'avn ham hurmat qiladigan va so'zlarini qadrlaydigan inson edi. Rafiqasi Osiyo. Shunday shafqatsiz hukmdorga turmushga chiqqaniga qaramay, Osiyo qalbi shafqatga to'la ayol edi. U hech qachon saroyning tilla-yu javohirlariga, qimmatbaho liboslariga yoki dabdabali ziyofatlariga aldanmadi, chunki u zulmatni ko'ra olardi va begunohlarga qilinayotgan zulm va qiynoqlarga ko'z yuma olmasdi. Osiyo bu og'riqni qalbining tub-tubidan his qilayotgan bir paytda saroyning narigi tomonida butunlay boshqacha manzara namoyon bo'lardi. Fir'avn o'z odamlariga daryoning o'rtasida inshootlar qurishni buyurdi. U yerda kecha-yu kunduz bazmlar o'tkazilardi. Musiqa sadosi havoga taralar, qahqahalar har tomonda aks sado berardi. Qovurilgan go'shtlar, turli shirinliklar bilan to'la dasturxonlar va ichimliklar u oltin qadahlar barchani hayratda qoldirardi. Biroq bu barcha boyliklarga qaramay, Osiyo o'zi izlayotgan halovatni topa olmasdi. Kunlar shunday o'tib borar ekan, tunning yarmiga kelib, Fir'avn dahshatli tush ko'rdi. Ey Fir'avn, ushbu dunyoni yaratgan va senga bu saltanatni ato etgan Alloh Isroil avlodlaridan biriga o'g'il farzand beradi. U bola saltanatingni va taxtingni yakson qiladi. U baxtingni tortib olib, hayotingni jahannamga aylantiradi. Yer yuzidagi hukmronlik ularning qo'liga o'tadi. Xalqing esa ularning qo'lida qul bo'ladi. Fir'avn nafasi qisib, terga botgan holda uyg'onib ketdi. Tuni bilan uxlay olmadi. Ko'rgan tushini deb yotog'ida atrofga alanglab o'tirardi. Chorasiz qolgach, shaharning sehrgarlari va olimlarini huzuriga chorladi. Kechasi ko'rgan tushini so'zlab berdi. Ta'birchilar uni indamasdan tinglashdi. Vaqt-vaqti bilan bir-birlariga qarab qo'yishardi. Dahshatga tushgani yuzlaridan ko'rinib turardi. Ha, tushning ta'biri aniq edi. Sehrgarlar haqiqatni anglab yetishgandi. Isroilliklar orasida bir o'g'il bola dunyoga keladi. U saltanatingizni yo'q qilib, diningizga chek qo'yadi. Fir'avnning rangi oqarib ketdi. Zo'rg'a nafas olardi. Bu bashorat nafaqat saltanatiga,
balki xudolik da'vosiga ham qarshi edi. Undan ham kuchliroq odam kelyaptimi? Qurgan zolimona tartibini yakson qiladigan bola tug'iladimi? Hatto buni o'ylashning o'zi uni aqldan ozdirayverdi. Qo'rquvi bir zumda g'azabga aylandi. G'azab ko'zlarini ko'r qildi. So'ng o'sha dahshatli buyruqni berdi. Isroilliklarda tug'ilgan har bir o'g'il bola tug'ilishi bilanoq darhol o'ldirilsin. Qiz bolalar esa tirik qoldirilsin. Misrdagi onalar uchun hayot haqiqiy dahshatga aylandi. Har bir chaqaloq onasining hidini ham tuymay turib, Fir'avn askarlari tomonidan hayotiga nuqta qo'yilardi. Eshiklar zo'rlab ochilar, onalarning faryodi ko'chalarni to'ldirar. Osmon esa begunohlarning yig'isidan aks sado berardi. O'sha chorasiz faryodlar saroyning qalin devorlarini yorib o'tib, Osiyo onamizning qalbigacha yetib bordi. Bir tomonda Fir'avn o'zining dahshatli shafqatsizligi bilan barchani titratardi. Ikkinchi tomonda esa Osiyo pok qalbida mehr va shafqatga to'la edi. Bitta saroyda yashashsa ham boshqa olam insonlaridek edi. Har bir faryod yana bir onaga dard edi. Bu dardlar uning qalbini ham o'rtardi. Zulmning eng qorong'u kunlarida Osiyoning qalbi sekin-asta soxta kuchlardan uzoqlashib, yagona haqiqiy quvvatni izlay boshlagandi. Chunki begunoh insonlarga qilinayotgan bu zulmlar ortida ko'rinmas bir reja bor edi. Fir'avn o'z qo'shinlari va ta'birchilarini safarbar qilib, reja ustiga reja tuzardi. Ammo qudratiga qaramay, Allohning hukmiga aslo qarshi tura olmasdi. O'zini Xudo deb da'vo qilgan zolim bir go'dakning nafasi bilan taxti larzaga kelishidan dahshatga tushardi. Butun haybati ortida shunchalik ojiz va qo'rqoq qalb yashirin edi. Aynan o'sha kunlarda barcha ta'ziq va qat'iy choralarga qaramay, qalbi qo'rquvdan xapqirayotgan bir ona o'g'il farzand dunyoga keltirdi. Bu bola Fir'avn saltanatini ag'daradigan va zulm taxtini larzaga keltiradigan farzand edi. U o'sha hamma kutayotgan go'dak. Fir'avnning barcha choralariga qaramay, u Allohning himoyasida dunyoga keldi. Lekin gap faqat tug'ilishda emas edi. O'sha shafqatsiz tuzum ichida omon qolish eng qiyin edi. Ha, u go'dak Muso alayhissalom edi. Robbisining panohida omon qoldi. Bir tomonda butun bir avlodni qirib tashlashga ahd qilgan mutakabbir Fir'avn, ikkinchi tomonda esa ojiz bir go'dak. Bir qarashda bu jangning g'olibi aniqdek tuyuladi. Ammo Alloh xohlaganda barcha rejalar barbod bo'lib, muvozanatlar o'zgaradi. Bu haqiqat o'shanda ham bor edi. Ishonavering, bugun ham hech narsa o'zgargani yo'q. Ha, bugun qarshingizda Fir'avn va qo'shinlari turmagan bo'lishi mumkin, lekin atrofingiz yengib bo'lmasdek tuyulgan, holdan toydiradigan qiyinchilik va tashvishlar bilan o'ralgan. Hammasi tugadi, biror chora qolmadi deganingizda, o'shanda Allohning yordami boshlanadi. Qur'oni Karim ushbu qudratli haqiqatni shunday bayon qiladi. Agar sizga Alloh nusrat bersa, sizdan g'olib keluvchi yo'q. Agar sizni tashlab qo'ysa, undan o'zga kim ham yordam berardi? Go'dak dunyoga kelgandi, ammo onasi Fir'avnning yovuzligidan qo'rqar va bolasini qanday himoya qilishni bilmasdi. O'sha chorasizlikda Alloh qalbini hidoyat bilan ilhomlantirdi. Uni emizaver. Bas, unga yomonlik yetishidan qo'rqqan chog'ingda uni daryoga tashla. Qo'rqma va xafa bo'lma. Biz albatta uni senga qaytarguvchimiz va rasullardan qilguvchimiz. Bu ilhom unga tasalli berdi. Darhol duradgordan kichik bir sandiqcha sotib oldi va uyiga qaytayotib, ko'chada Fir'avnning odamlarini ko'rib qoldi. Yuragi qinidan chiqib ketayozdi. Vahima ichida uyiga yugurib kelardi. Lekin Muso u yerda yo'q edi. U dahshat ichida qiziga qaradi. Musoning opasi uni yashirib qo'ygandi. Ona yengil nafas oldi. Biroq bu sirni endi ortiq yashira olmasligini bilardi. Fir'avn askarlari istalgan paytda bostirib kirishi mumkin edi. Shu vaqtda Alloh qalbiga solgan so'zlarni esladi.
Musoni Nil daryosiga omonat topshirish vaqti yetib kelgandi. Musoning onasi titrayotgan qo'llari bilan go'dakni sandiqqa solib, kichik yuziga so'nggi bor to'yib qaradi. Ko'z yoshlari tinmay oqardi. Sandiq qopqog'ini yopar ekan, yuragi parchalangandek tuyuldi. Ko'zlari yana yoshga to'ldi. Sandiqni Nilga qo'yib yubordi. Sandiq to'lqinlar aro sekin suzib ketdi. U Musoning opasiga izidan bor dedi. Birovga bildirmay Musoning opasi daryo yoqalab ohista suzib borayotgan sandiqni kuzatib bordi. Biroz vaqtdan so'ng u qotib qoldi, chunki daryo sandiqni aynan o'zlari qochayotgan xavfning yoqasiga Fir'avn saroyi tomon oqizib ketayotganini ko'rdi. Fir'avn esa tashqarida daryoga tikilib turardi. Suvda oqib kelayotgan sandiqqa ko'zi tushdi. Darhol xizmatkorlarni chaqirdi. Anavi sandiqni menga olib kelinglar. Xizmatkorlar bir-birlariga hayron qarardi. So'ng sandiqni suvdan chiqarib olishga shoshilishdi. Ko'p o'tmay uni saroyga keltirishdi. Hamma nafasini yutib, qiziqish bilan ko'zlarini sandiqqa tikdi. Sandiq qopqog'i esa ohista ochildi. Bu bola o'g'il ekan. Uni darhol o'ldiringlar. Osiyo onamiz go'dakni ko'rgan zahoti qalbi iliqlikka to'ldi, chunki u hali onalik baxtiga erishmagandi. Bu bola ikkimizga ham quvonch keltiradi. O'ldirma. Ehtimol bizga foydasi tegar yoki farzand qilib olarmiz. Menga uning keragi yo'q. Lekin Osiyo u uchun qadrli edi. Fir'avn o'zini Xudo deb e'lon qilgan va qo'shinlarni boshqargan bo'lsa ham Osiyoga yo'q deya olmadi. Ha, o'sha toshbag'ir Fir'avn ham Osiyoning iltimosiga qarshi tura olmadi. Shunday qilib u go'dakni qabul qildi. Mittivoy endi o'sha sovuq saroyda Osiyoning iliq va shafqatli qo'llarida ulg'aya boshladi. Osiyo qo'lidagi go'dakka mehr bilan boqdi. So'ng Sening isming Muso bo'ladi, dedi. Qur'oni Karim o'sha lahzani shunday tasvirlaydi. Bas, Fir'avn oilasi o'zlariga uni dushman va g'am-g'ussa bo'lishi uchun tutib oldilar. Taqdirning bu burilishi naqadar go'zal edi. Fir'avn zulmidan qochgan hayot endi aynan o'sha zulm saroyida Osiyoning shafqatli qalbidan panoh topgan edi. Osiyo o'sha saroyni payg'ambar ulg'ayadigan xavfsiz maskanga aylantirdi. Ammo bir muammo bor edi. Mitti Muso huzuriga keltirilgan emizuvchi ayollarning hech birini qabul qilmay, emishdan bosh tortdi. Nima qilishmasin, go'dak o'z onasining hidini izlar, notanish quchoqlarda halovat topa olmasdi. Saroyga Misrning eng sara ayollari keltirildi. Lekin har safar Mitti Muso yig'lab yuzini o'girib olardi. Go'dakni bunday ahvolda ko'rish Osiyoning qalbini ezardi. Nihoyat u chorasizlikdan buyurdi. Qayerda emizuvchi ona bo'lsa, hammasini saroyga keltiring. Ayollar birin-ketin kela boshlashdi. Lekin har safar Muso yuzini o'girar va bir tomchi ham emmasdi. Alloh Qur'onda o'sha lahzani shunday tasvirlaydi. Biz bundan oldin unga emizguvchilarni harom qilgandik. Osiyoning qalbi ta'riflab bo'lmas darajada og'ridi. Bu bola ochlikdan o'lib qolsa-chi, qo'llarimda jon bersa-chi. Saroy ayollari orasida vahima tarqaldi. Muhtaram qirolicham, bu go'dak misrlik ayollarni emmasa, ehtimol o'g'illari o'ldirilgan isroillik ayollardan birining sutini emar. Xabar berib ko'ramizmi? Hamma yerga xabar tarqating. Qaysi ayol kelib shu go'dakni emizib bersa, uni o'z himoyamga olaman. Omonlik va ulkan mukofotlar beraman. Shu paytda Musoning onasi o'g'lining sog'inchida yonib kuyardi. Yuzlaridan yosh quyilardi. Yuragini har xil savollar o'rtardi. Hozir kimning quchog'ida, ochmikan, yig'layaptimikan? Ha, u Robbisiga tavakkal qilgandi, lekin baribir u ona edi. O'z qo'llari bilan Fir'avndan qutqargan o'g'li taqdir o'yini bilan aynan o'sha zolimning saroyidaligini o'ylab,
qalbi go'yoki olovda kuyardi. Bu mavhumlik chidab bo'lmas darajada og'riq berardi. Shuning uchun u qiziga "Bor, ukangdan xabar keltir, ahvoli qandayligini ko'r" dedi. Musoning opasi saroydagi chorasizlik haqida eshitgandi. Ayollar go'dak uchun munosib emizuvchi ona topolmayotganini bilgan zahoti u saroyga kirishni xohladi. Ularga yaqinlashib dedi: "Sizlarga uni siz uchun boqib beradigan va unga yaxshi g'amxo'rlik qiladigan bir oilani bilaman." Tezroq gapir. Sen bu bolaga kimsan? Nega bunday deyapsan? Qaysi oila haqida gapiryapsan? Kambag'al oilaning qiziman. Bu bola hech kimning sutini olmadi, lekin bir ayolning sutini rad etmasligini bilaman. Xohlasangiz yoningizga olib kelaman. Bor, darhol olib kel. Agar bola emadigan bo'lsa, seni mukofotlaymiz. Quvonch va hayajon bilan opa onasining yoniga yugurdi. U xushxabarni aytganida onasining yuragi qinidan chiqib ketayozdi. Farzandi bilan diydor ko'rishni qattiq sog'inib duo qilgandi. Va nihoyat o'sha on ham yetib keldi. Xizmatkorlar Musoni onasining quchog'iga qo'yishdi. Mitti go'dak darhol onasining hidini tanidi va emishni boshladi. Osiyoning yuzi yorishib ketdi. Quvonch yoshlari yuzlaridan oqib tushdi. U Musoning onasi va oilasini saroyga taklif qildi. Bu Qur'onda shunday tasvirlanadi. Bas, uni onasiga ko'zi quvonchga to'lishi, xafa bo'lmasligi va albatta Allohning va'dasi haq ekanini bilishi uchun qaytardik. Lekin ko'plari buni bilmaslar. Shunday qilib, Mitti Muso onasining mehri va taftini his qilar ekan, Osiyoning shafqati tufayli hatto zolimning saroyida ham omonlikda ulg'aya boshladi. Vaqt o'tishi bilan hatto Fir'avn ham Musoga o'rganib qoldi. Muso yonida bo'lmasa bezovta bo'lardi. Quchog'iga olmaguncha halovat topa olmasdi. Saroyning dabdabalari Mitti Musoning ko'z o'ngida edi. Oltin idishlardagi taomlar, ipak liboslar. Vaqt suvdek o'tib borardi. Kunlarning birida Fir'avn bezovtalanib dedi: "Borib Musoni huzurimga olib kelinglar." Mitti Musoni quchog'iga olib, u bilan o'ynay boshladi. Lekin Muso kichik qo'llari bilan birdan Fir'avnning soqolini tortib yubordi. Fir'avn muvozanatini yo'qotib, tojini yerga tushirib yubordi. Saroyga sukunat cho'mdi. Sehrgarlar vahimaga tushdi. Bu bola xavflidir. Uni darhol o'ldiringlar. Qirolim, u shunchaki go'dak bo'lsa, nima qilayotganini bilmaydi. Unga ozor bermang. Bashoratlarda aytilgan bola bu bo'lib chiqishidan xavotirdaman. Nima qilganini ko'rmadingmi? Tojimni tushirib yubordi, soqolimdan tortdi. Agar xohlasangiz, uni sinab ko'ring. Oldiga oltin va olov qo'ying. Agar oltin sari talpinsa, nima qilayotganini biladi. Lekin olovga qo'l cho'zsa, demak begunoh. Unda qonini bekorga to'kkan bo'lasiz. Agar oltinni tanlasa, uni o'ldiring, lekin olovni tanlasa, omon qoldiring. Katta patnis olib kelindi. Unda oltin bo'laklari va yonayotgan cho'g' bor edi. Hamma nafasini yutib, Musoning nima qilishini kuzatardi. Mitti qo'lcha ohista oltin sari cho'zildi. Ammo o'sha onda Allohning amri bilan Jabroil alayhissalom aralashib, uning qo'lini olovga burib yubordi. Muso cho'g'ni ushlab og'ziga olib bordi. Shu onda qo'li ham, tili ham kuydi. Go'dak kuyganining og'rig'idan yig'lay boshladi. O'shanda hech kim bilmay qoldi, ammo bu kuyish tilida umrbodga iz qoldirdi. Yillar o'tib ulg'ayganida so'zlari ravon chiqmasdi. Duduqlanib gapiradigan bo'ldi. Fir'avn xotirjam nafas oldi. Yuzidagi xavotir esa g'oyib bo'ldi. Demak, u bilmagan ekan. Osiyo esa bor jasorat bilan bo'lg'usi payg'ambar uchun qalqon bo'lib, o'z so'zlari bilan zolimning qarorini yana o'zgartira oldi. Yillar o'tdi. Muso saroy devorlari ichida vijdoni pok, kuchli va mard yigit bo'lib voyaga yetdi. U harbiy mahorat, boshqaruv va odob axloqdan saboq oldi. Atrofdagi gunohlarga yaqinlashmay, yoshlik davrini pok o'tkazdi. Osiyo uning oddiy emasligini doim sezardi. Muso hech qachon saroyning soxta dabdabasiga qiziqmasdi.
Aksincha, tashqaridagi mazlum xalq chekayotgan azoblaridan qayg'uda edi. Adolatsizlik qarshisida jim tura olmas, unga qarshi isyon qilayotgan ichki ovozini so'ndira olmasdi. Kunlarning birida saroydan qochishga majbur bo'ldi. Deyarli o'lim yoqasida edi. 8 kun davomida ovqat yemay suvsiz yerlar va sahrolarni kesib o'tdi. Qizil dengiz qirg'oqlariga yaqin olis o'lkalarga Madyan sari yo'l oldi. Osiyoning ko'zlari yoshga to'ldi. Yuragini ta'riflab bo'lmas g'am egalladi. O'tmish xotiralari birin-ketin xayolidan o'ta boshladi. Nil to'lqinlaridan chiqarib olingan mitti go'dak, uni birinchi marta quchog'iga olgan lahzasi, himoya qilish uchun qilgan kurashlari, kulgusi, saroyning sovuq devorlarini isitgan kunlar bari yodga tushdi. Endi esa u bag'riga bosib muqaddas omonatdek asragan o'sha bola voyaga yetib quchog'idan ayrilayotgan edi. Aslida bu safar Muso alayhisalomni kun kelib zulmni mag'lub etadigan buyuk bir vazifaga tayyorlamoqda edi. Muso Madyanda ko'p yillar yashadi. U yerda o'z oilasini qurdi, yaqinlari bilan osuda kunlarni o'tkazdi. Lekin qalbining tubidagi sog'inch hech ham so'nmadi. O'zi tug'ilgan zaminni, onasi va jigarlarini sog'ingandi. Oradan yillar o'tdi. U Fir'avn o'lgan bo'lishi mumkin deb o'yladi va xavf ortda qolganiga umid bog'ladi. Mana shu hislar bilan o'z oilasini olib, o'zi sog'ingan Misr tomon yo'lga chiqdi. O'sha safarda tunni Tur tog'i etagida o'tkazayotganida to'satdan uzoqda yonayotgan olovni ko'rib qoldi. Qiziqish va hayajon bilan o'sha nur tomon yurdi. Bas u olovga kelganida nido qilindi. Ey Muso, albatta men o'zim sening Robbingman. Kavushlaringni yech, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan. Sen Fir'avnga bor. Albatta u tug'yonga ketdi. Endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Bir paytlar Fir'avnning saroyida voyaga yetgan Muso endi o'z Robbisining risolatini tashuvchi payg'ambar edi. Allohning amri bilan u zulmning markazi sari qayta odimlardi. Fir'avn saroyi tomon yo'l oldi. Bolaligi o'tgan o'sha tosh devorlar ichiga qaytardi. Bu safar sukut saqlash uchun emas, haqiqatni e'lon qilish uchun qaytdi. Shunday qilib, u bor ojizligi bilan Robbisiga yuzlanib duo qildi. Robbim, mening qalbimni keng qil. Mening ishimni oson qil. Tilimdagi tugunni yechgin. So'zimni anglasinlar. Menga o'z ahlimdan bir vazir qilib ber. Og'am Xorunni, u bilan belimni quvvatla. Uni ishimga sherik ayla. Robbisi unga dedi: Ey Muso, senga so'raganing berildi. Uning duosi ijobat bo'ldi. Alloh uning og'asi Xorunni ham payg'ambar qilib tayinladi. Shunday qilib, ikki payg'ambar Robbisi yo'lida yelkama-yelka turib yo'lga chiqishga shay bo'ldilar. Muso va Xorun saroyga kirganlarida hamma o'sha yerda edi. Bir paytlar uni tarbiya qilgan, muloyim va shafqatli Osiyo va kibri osmonga yetgan, xudolikni da'vo qilayotgan Fir'avn o'sha muhtasham saroyda marmar ustunlar va oltin taxtlar soyasida birinchi marta o'zga bir Robbning nomi tilga olindi. Muso o'z Robbisining amri bilan gapirdi. U o'zini Xudo deb atagan kimsaga aytar edi: Sen Xudo emassan. Seni go'dakligingdan o'z ichimizda tarbiya qilmadikmi? Umringning bir necha yilini bizning ichimizda o'tkazmadingmi? Va nonko'rlardan bo'lib qiladigan ishingni qilib qo'ymadingmi? Lekin Musoning so'zlari Osiyoning qalbiga chuqur kirib borar, yangi bir haqiqat eshiklarini ochmoqda edi. Eshitgan har bir jumlasi uni larzaga keltirardi. Qadamma-qadam u iymonga yaqinlashib borardi. Qarshisida turgan inson endi u bir paytlar Nildan qutqarib qolgan va tarbiyalagan go'dak emasdi. U haqiqatni baralla aytayotgan Allohning elchisi edi. Ammo Fir'avn inkor etishda davom etardi. U tahdidlar qilar va tinglashdan bosh tortardi. Biroq Muso taslim bo'lmadi. Qayta-qayta Fir'avnning qarshisida turdi. Endi Osiyo yanada aniqroq tushunib yetdi.
necha yillardan beri izlayotgan haqiqati aynan Musoning da'vatida va keltirgan xabarida edi. Hatto sukut ham uning iymonini fosh qilib qo'yardi. U endi yagona haq ilohni, Muso payg'ambarning Robbisini tanladi. Lekin buni baralla aytishga hali o'zida kuch topa olmadi. Saroyning xilvat xonalarida bildirmay duo qilardi. Ko'zlarini osmonga tikib, qalbida bitta ismni aytib pichirlardi. Alloh. Fir'avn hali ham u bilan maslahatlashar, so'zlarini qadrlardi, sadoqatiga nisbatan zarracha ham shubha qilmasdi. Vaholanki Osiyoning sadoqati endi unga emas, faqat o'z Robbisiga edi. Kun tobora og'irlashib borardi. Kibrga berilgan kimsaning g'azabiga guvoh bo'lish, butlarga sajda qilayotgan olomonni kuzatish, hammasi toqatsiz azob edi. Tashqaridan naqadar muhtasham ko'ringan o'sha saroy Osiyoning qalbida zindonga aylangan edi. Bitta nigoh, bitta so'z, sukunati ham iymonini fosh etishi mumkin edi. Baribir sabr qildi. Iymonini sir saqladi. Qalbida tashigan nuri bilan kundan kunga kuchliroq bo'lib borardi. Musoning da'vati nafaqat tashqaridagi xalqqa, balki saroy ichidagi xizmatkorlarning qalbiga ham yetib bordi. Kundan kunga Alloh yuborgan haqiqatni qabul qila boshladilar. Kimdir sukunatda ibodat qilar, kimdir duolarni tunga saqlar edi. Ushbu kichik va maxfiy guruh saroy ichidagi ilk mo'minlar jamoasiga aylandi. Ular orasida Fir'avnning qizining xizmatchisi ham bor edi. Kunlarning birida Fir'avn qizining sochlarini tarayotganida taroq qo'lidan tushib ketdi. Olish uchun egilayotib "Bismillah" dedi. Fir'avnning qizi qotib qoldi. Bu nima degani? Otam haqida gapiryapsanmi? Bu osmonlar va yerni yaratgan Allohning ismidir. Hatto Fir'avnga bu saltanatni bergan zot ham faqat udir. Qiz dahshatga tushdi. To'g'ri, otasining huzuriga borib nima bo'lganini aytib berdi. Fir'avn ayolni huzuriga chaqirtirdi. Saroyning og'ir eshiklari keng ochildi. Eshitganlarim rostmi? Rostdan ham shunday dedingmi? Men Musoning Robbisiga iymon keltirdim. Unday bo'lsa azobimni totib ko'rasan. Qarshimda bosh egmaganlarga shafqat yo'qdir. Uni darhol mixlab tashlanglar. Qo'llari va oyoqlarini yerga mixlanglar. Boshiga qizib turgan metal qozonni ag'daringlar. Og'rig'i chidab bo'lmas darajada edi. Lekin ayol hamon o'z Robbisini yod etib, lablarini ohista qimirlatardi. Fir'avn ayolning iymonidan qaytmayotganini ko'rgach, bolasini huzurimga keltiringlar. Biroz vaqt o'tgach, askarlar uning mitti go'dagini keltirishdi. O'z bolasini zolimlar changalida ko'rgan o'sha chorasiz onaning yuragi ko'ksidan chiqib ketgudek urardi. Uni ko'rgan zahoti yuzlaridan yosh quyildi. Uni olovga tashlanglar. Bir lahza ham ikkilanmay askarlar buyruqni ijro etishdi. Mitti go'dak lovullab turgan olov ichiga tashlandi. O'sha lahzada onaning yuragi chil-chil bo'ldi. Lekin Alloh o'z qudratini ko'rsatishni iroda qildi. Alanga ichidan mitti go'dak gapira boshladi. Ey onajon, hargiz iymoningizni tark etmang. Sabr qiling. Robbim huzuriga ketyapman. Siz bilan jannat o'rtasida faqat birgina qadam qoldi. Ayolning ko'zlari yoshga to'ldi. Yuragi olov ichida yonayotgan bo'lsa-da, iymoni sustlashmadi. Robbisiga tavakkal qilib, jonini taslim etdi. Osiyo bu manzarani kuzatar ekan, yuragi ezilib ketdi. Bir ayol Robbim Allohdir degani uchun eng og'ir badalni to'lagandi. Bunday shafqatsizlikka guvoh bo'lgach, ortiq jim turishning iloji yo'q edi. Osiyo endi unga itoat qila olmasdi. Boshini ko'tarib, Fir'avnning ko'zlariga tik qarab dedi: Ey Fir'avn, sen shunchaki ojiz bir insonsan, lekin xudolikni da'vo qilyapsan. Endi Osiyo Muso va Xorunning Robbisiga iymon keltirdi. Yillardir qidirgan haqiqati unga mislsiz halovat baxsh etdi. U endi Fir'avnning shafqatsizligidan ham, o'tkinchi dunyoning dabdabalarini yo'qotishdan ham qo'rqmasdi.
Osiyoning iymoni saroydagi muhitni bir zumda o'zgartirib yubordi. Saroyda sukunat cho'mdi. Fir'avn o'ziga eng yaqin insonni yo'qotgandi. Sevimli Osiyosi undan yuz o'girgandi. Qanaqasiga? Misrdagi eng qudratli, o'zini Xudo deb atagan odam hatto xotinining qalbiga hukmronlik qila olmadimi? G'azabi saroyni larzaga keltirgan jangga aylandi. U hayrat bilan boqqan ayol endi qarshisida tik turardi. Uning xudoligini rad etib Allohga yuzlangandi. G'azabi aslida mag'lubiyati va ojizligining faryodi edi. Endi faqat bitta chora qoldi. Yo Osiyoni bo'ysundirish yoki uni yo'q qilish. Osiyo aqldan ozibdi. U menga Misrning tirik xudosiga qarshi chiqishga qanday jur'at etdi? Ey Fir'avn, aslida sen aqldan ozgansan. Sen shunchaki ojiz insonsan, xudolikni da'vo qilyapsan. Fir'avn Osiyoning onasini chaqirib dedi: Qizing aqldan ozibdi. Agar Musoning dinidan qaytmasa, shunday shafqatsiz jazolaymanki, bu hammaga dars bo'ladi. Iltimos, unga quloq sol. Iltimos, aytganini qil. Lekin Osiyo buni qabul qilmadi. Shunda u Fir'avnning buyrug'i bilan saroydan tashqariga, jaziramada yonayotgan qumlarning o'rtasiga olib chiqildi. Qo'llari va oyoqlari yerga mixlandi. Bir paytlar saroyda ipaklarga o'ralgan barmoqlari endi kishanlar ichida qoldi. U yonayotgan quyosh ostida, qizigan toshlar ustida yakka-yu yolg'iz qoldirildi. U shafqatsizlarcha azoblandi. Har bir nafasi bilan og'rig'i zo'rayib borardi. Qimirlashga ham majoli qolmagan edi. Lablari allaqachon yorilib ketgan, tili esa tanglayiga yopishib qolgandi. Yutinishiga harakat qilar, biroq tomoqlari butkul qurib qolgandi. Unga bir tomchi ham suv berishmadi. Qamchilar orqasiga tusha boshlaganida har bir zarba tahdid va masxara bilan yog'rilgan edi. Qani seni Robbing, uni chaqir, kelib seni qutqarsin. Saroyingni va qulay yotog'ingni naqadar tez unutding. Fir'avnning buyukligini qabul qil. Bor yo'g'ingni yo'q narsa uchun boy beryapsan. Hech biri muhim emasdi. U ko'zlarini osmonga tikdi. Tanasi azoblar ichida bo'lsa-da, har bir zarba bilan ruhi Robbisiga yanada yaqinlashardi. O'sha lahzada chekayotgan azoblari aslida u uchun jannat darvozalarini ochayotgandi. Muso ham o'sha yerda edi. Go'dakligidan o'z bag'rida o'stirgan o'g'li endi Allohning elchisi bo'lib haqiqatni e'lon qilardi. Butun azoblariga qaramay Osiyo ko'zlari bilan uni izlardi. Qo'llari bog'langan, gapira olmasdi. Faqat barmog'i bilan ishora qila olardi. Fir'avnning qo'lida chekayotgan uqubatlarni ko'rsatishga harakat qilardi. Bir paytlar unga g'amxo'rlik qilgan ayol endi iymoni uchun qiynoqqa solinayotgandi. Muso alayhissalomning qalbi bu og'riqqa dosh bera olmadi. Qo'llarini osmonga ko'tarib, Robbisidan Osiyoning azoblarini yengillatishini so'rab duo qildi. Osiyoning qalbiga xotirjamlik tushdi. O'sha lahzadan boshlab u to Robbisiga qovushguncha hech qanday og'riqni his qilmadi. Bu dunyodagi so'nggi nafasini berayotgan bir paytda u o'z Robbisiga shunday duo qildi: Robbim, menga o'z huzuringda jannatda bir uy bino qil. Menga Fir'avndan, uning ishidan najot ber. Ojiz qavmlardan saqlagin. Bu zolimning qarshisida bir ayol tomonidan qilingan eng qudratli duo edi. Bu Robbisiga isyon emas, taslim bo'lish edi. Fir'avnning qasrlaridan ko'ra Allohning qasrini tanlagan qalbning taslim bo'lishi. Alloh Osiyoning duosini ijobat qildi va uning qalbiga boshini ko'tarishni soldi. U tepaga qaraganida jannatda o'zi uchun tayyorlab qo'yilgan dur saroyini ko'rdi. Yuzida osuda bir ifoda paydo bo'ldi va u tabassum qildi. Chunki Osiyo uchun bu dunyoni tark etish vaqti kelgandi. Robbisi bilan uchrashishga ketayotgandi. O'sha zot uchun buyuk qurbonlik bergandi. Duo qilib so'ragan, intizorlik bilan kutgan dur saroyi endi uni chorlayotgandi. Ammo qalbi inkor bilan muhrlangan Fir'avn jaholat ichida kulardi. Mana bu aqldan ozganga qaranglar. Azob chekyapti-yu, lekin hamon kulyapti.
lekin aynan o'sha lahzada Osiyo bu dunyoni allaqachon tark etgandi. Ruhi endi Alloh bilan uchrashishdan xotirjam edi. Ha, Osiyo vafot etdi. Lekin Muso Alloh unga topshirgan vazifani ado etdi. Fir'avn va qo'shini Qizil dengiz o'rtasida qolib ketdi. O'lim yaqinlashganda tavba qilishga urindi. Lekin endi kech edi. Alloh o'sha mutakabbir podshohni aynan o'sha yerda halok qildi. Osiyoning sabri bekor ketmadi. Zulm saroyi quladi va iymon g'alaba qozondi. O'sha kuni Fir'avn mag'lub bo'lgandi. Bir ayolning jasorati esa asrlar davomida so'zlanadigan qissaga aylandi. Hatto imkonsiz bo'lib ko'ringan sharoitlarda ham Osiyo bizga bahonalarsiz va kechiktirmasdan qanday iymon keltirishni ko'rsatib berdi. U o'zini Xudo deb e'lon qilgan zolimning saroyida edi. Lekin iymon keltirish uchun mukammal sharoitni, yaxshiroq muhitni yoki qo'rquvlari g'oyib bo'lishini kutib o'tirmadi. Aksincha, har bir qiyinchilikka tik boqib, oldinga qadam tashladi va dedi: "Robbimning o'zi menga kifoyadir." O'sha qadam jannat darvozasiga aylandi. Osiyo o'z safarini yakunladi. Biroq bizga bir savol qoldirib ketdi. Biz ham o'limni tabassum bilan qarshi ola bilarmikinmiz? Barcha qiyinchilik va sinovlarga qaramay, so'nggi nafasimizda la ilaha illalloh deya olarmikinmiz? Ha, Robbim, roziligingni topishning yagona yo'li bahona va qo'rquvlar ortiga yashirinishni to'xtatish ekanini tushunaman. Shunday bo'lsa-da, hamon nafsimning bahonalariga mag'lub bo'lyapman. Senga eltuvchi to'g'ri yo'ldagi qadamlarimni tinmay kechiktiryapman. Azon aytiladi. Ichimdagi bir ovoz "Tur, Alloh chaqiryapti" deydi, lekin baribir ortga suraman. Yana 5 daqiqa. Hozir turaman deyman, lekin o'sha hozir hech qachon kelmaydi. Hijobim uchun, namozim uchun o'zimga deyman. Bir kun inshaalloh. Lekin o'sha bir kun uchun to'qigan bahonalarim hech tugamaydi. Har kecha qaysidir gunohimni tark etishga o'zimga so'z beraman. Lekin tong otishi bilan yana nafsimga yengilganimni ko'raman. Endi shayton bilan emas, o'zim bilan kurashyapman. Bu jangda doim men mag'lub bo'lyapman. Robbim, eng ko'p qo'rqadigan narsam o'limdir. O'sha lahza kelganida butkul tayyorgarliksiz bo'lsam, qo'llarim bo'sh, ruhim charchagan bo'lsa, huzuringga borganda o'zim bilan nima olib boraman? Hech qachon kelmagan ertaga degan soxta va'damnimi? O'limim kelganida bu dunyodagi hikoyam tugaydi. O'sha birinchi lahzadan boshlab ismim unutila boshlaydi. Hech kim hattoki ismimni ham aytmaydi. Mayit qayerda deb so'rashadi. Bir necha soat ichida hayotligimda e'zozlagan ismim o'sha sovuq va begona so'zga almashadi. Onam, otam, sevimli turmush o'rtog'im, yo'lida o'lishga tayyor bo'lgan farzandim, do'stlarim, har biri men uchun Fotiha surasini o'qiydilar. Ustimga so'nggi bir siqim tuproqni tashlaydilar. So'ng ortlariga o'girilib ketadilar. O'zlarining issiq uylarida mensiz ilk kechki ovqatlarni yeydilar. Men uchun hayot to'xtagan bo'lsa-da, ular uchun qolgan joyidan davom etaveradi. Lekin menchi? Nima bo'laman, Robbim? O'sha qorong'u va tor joyda yolg'iz nima qilaman? Ishlar, imtihonlar, diplomlar, namozlarimni ular uchun kechiktirganim birortasi yonimda bo'ladimi? Bir paytlar qo'rqqan odamlarim yashashda davom etar ekan, odamlar nima deydi degan xavotirlarim, o'sha qo'rquvlarim meni qabrda qutqara oladimi? Farishtalar o'z savollarini berganida bir paytlar o'zimni aldash uchun to'qigan o'sha aqlli bahonalarimning biror foydasi tegadimi? Yo'q, yo'q va yana yo'q. U yerda barcha bahonalar sukut saqlaydi. Faqat haqiqatlar va afsuslar gapiradi. O'sha lahzada inson lablaridan eng nadomat so'zlari to'kiladi. Ulardan biriga o'lim kelganida Robbim, meni ortga qaytar. Shoyatki o'zim tark etgan dunyoda yaxshi amallar qilsam deb nido qilar. Aslo bu shunchaki foydasiz so'zdir. Qaniydi deyishning foydasi bo'lmaydigan o'sha joy
abadiy uyimiz bo'ladi. Robbim o'limimizni biz ta'riflagandek qilmagan. Umr daryosi nadomat ummoniga quyilmasidan avval bizni uyg'otgin. Chunki bilamizki, abadiy hayotimizni qutqarish senga yuzlanishdan boshlanadi. Hatto imkonsiz bo'lib ko'ringan sharoitlar ichida ham. Eng og'ir lahzada Osiyo bir tanlov qildi. Tashlagan o'sha birgina qadami uni jannat sari yetakladi. O'sha yo'l bugun ham qarshimizda turibdi. O'sha chorlov, o'sha eshik biz uchun hamon ochiq. Ehtimol o'sha safarni boshlash vaqti kelgandir. Qo'rquvsiz, kechiktirmasdan atigi bitta qadam tashlash vaqti. Chunki bizga mukammal hayot emas, samimiy harakat kerak. Kichik, ammo chinakam kurash. Yo'limizda kurashganlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat eturmiz. Albatta Alloh chiroyli amal qilguvchilar bilandir. Ha, Osiyo onamizning qissasi yakuniga yetdi. Ammo videolarimiz davom etadi. Endi sahroning qoq o'rtasida yolg'iz qoldirilgan bir onaning qissasiga yuzlanamiz. Hojar alayhissalom onamizning qissasi. U barcha umidlar so'ngan bir paytda Allohga butkul taslim bo'lgandi. Ehtimol chorasiz paytlaringizda izlayotgan o'sha tasalli ushbu safarda sizni kutayotgandir.